Hozir qushga mel olib keldim. Tosh deyishar ekan, mana bunaqa upakovka bo'lar ekan. Bu upakovkamiz 6000 turadi. Va qushni mana shu tarafiga qo'yib qo'ydim. Mana bunaqa orqasida mixi bor ekan. Bular yeydi keyin, mana aka. Ko'rib turganlaringizdek. Mana shunday ko'rinishga qo'ydim. Qushlarim mana aka. Hammasi shu yerda. Cho'milish uchun suv turibdi, bu yoqqa donlari turibdi, keyin yana bitta pisochniy toshlik nima olib keldim. Vitamin olib keldim. U mana bunaqa upakovkada bo'lar ekan. Ikkinchisini olib keldim. Ichi mana bunaqa ko'rinishda. Bundan har xilchasini olib keldim. 3-nomer va 4. Hammasini birdan olib keldim. Bir xil oldim. Endi boqaveraylikchi, ko'ramiz nasib bo'lsa, Xudo xolasa. Qizchalarim o'yin rosa qizlarim o'ynashgan. Lekin bir narsani bildim, domda boqish juda ham qiyin ekan. Hovlida bo'lsa oshim maza qilishar. Suv cho'milishini qo'ydim mana bu yoqqa. Cho'milishiga ekan. Hali tuxumga kirgani yo'q lekin. Tuxumga kiradi, tayyor deganda. Umuman tuxumga kirish xayoliga ham kelmayapti. Mama bakat. Ha, kaç mana. Kakar. Ne?